Bugun bazmi Jamshid manni, manikiga kelaverasizlar. Namuncha saxiysiz bugun? Lotereyadan yutdingizmi? Qirg'ovul olib kelganman. Qirg'ovul? Sizni ovchilikka ruxsatnomangiz yo'q edi shekilli. Qanaqa qilib? Qo'y, endi san ham bosh qotirmagan. Toshkent viloyati Quychirchiq tumanida tegishli hujjatlari bo'lmay turib, qirg'ovul ovlaganlar aniqlandi. Toshkent viloyati ekologiya boshqarmasi davlat inspektorlari tomonidan o'tkazilgan nazorat tadbirida Quychirchiq tumani Alisher Navoiy mahalla fuqarolar yig'ini hududida 3 nafar fuqaro tomonidan hech qanday ruxsatnomasiz belgilanmagan joyda ov qilganligi holati aniqlandi. Inspektorlar tomonidan huquqbuzarlar ko'zdan kechirilganda, ular 2 bosh qirg'ovul qushni ovlaganligi ma'lum bo'ldi. Mazkur holat bo'yicha huquqbuzarlarga nisbatan 90-moddasi 4-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Davlat inspektorlari tomonidan hayvonot dunyosiga yetkazilgan zarar 1,648,000 so'm ekanligi hisob-kitob qilindi. Noqonuniy ov paytida foydalanilgan ov qurollari Quychirchiq tuman ichki ishlar bo'limiga tegishli tartibda topshirildi. Holatga huquqiy baho berish uchun to'plangan hujjatlar Quychirchiq tuman jinoyat ishlari sudiga yuborildi. Qonunni bilmaslik sizni javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shunday ekan, bilmasdim, xabarim yo'q edi degan so'zlarni butunlay unuting. Ovchilikka shunchalik ishtiyoqingiz baland bo'lsa, faqatgina tegishli hujjatlarni qo'lga kiritgandan keyin ovga chiqing.